Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, halol savdo obunachilari. Bugun sizlarga Qirg'iziston Bishkekda zo'r qo'ylardan olib kelganmiz. Xudo xolasa hammasi naq bo'g'ozlaridan kelgan. 2 tish, 4 tish, 6 tish qo'ylarimiz kelgan. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Qo'ylarni ko'rsatib o'ramiz. Naq bo'g'oz toza Qirg'iziston Edilboy Arashan soliqlari yetib keldi obunachilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Halol savdo kanali obunachilari. Mana bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Qatag'on qishlog'idan Isroil akamiz xonadonidamiz. Bugunga necha partiya chiqadi Isroil aka? Bugungami 2 partiya. Bugunga 2 partiya naq bo'g'oz tishlari qanaqa aka bu birinchi partiyamiz? Bular asosan 4 tish, ichida 6 tish ham bor. Asosan 4 tish. Bitta ikkita endi 6 tishi bor ekan. Ko'rishlaring mumkin. Taglari ham naq. Hammasi o'zi qorin tashab bilinib yotibdi bo'g'ozligi. Ikki tarafga o'zi qorin holat chiqib turibdi mana. Tagi ham naq. Tishi ham zo'r xudo xolasa aka, hammasi. Qilich tishi ham. Xudo xolasa. Hammasini o'sha birma-bir ushlab beraverman do'stlar. Endi bo'g'oz narsa. Soni nechta aka buni? Soni 15 dona. Soni 15 dona. Hammasi naq bo'g'oz akalar. Qo'ylar lekin bo'ylari nechaga beramiz Isroil aka buni? Bo'ylarini 85 plus minus olishadi. 85 plus minus. Qo'ylar yaxshi lekin akalar, tavsiya qilib qolamiz. Qo'ylar zo'r. Kep ko'ramiz sizlarga, lakasizlar tashab beriladi. Buni qo'chqori ham bor. Qo'chqori ham shu yerda turibdi. Qo'chqorini alohida kelishsa o'zlariga chiroylab savdosini qilaveradi. Qo'chqorni ham ish qiladi. Agar shu 15 taga qo'chqorni qo'shib olaman desalaring obunachilar kelishtirib beraverasiz? Kelishtirib beriladi qo'chqorni. Kelishtirib beriladi. Yana bo'g'lar qo'ylar qarangmi? Dahshat narsalar. Xudo xolasa olib uzoq yil boqib maza qilishadigan qo'ylar bular. Xudo xolasa. Aka endi buni qo'yda ko'p maqtash kerak yo'q. Qo'ylarimiz yaxshi qo'ylar aka. Endi narxida hammasi aka. Narxini bir yerga olamiz deysa 7,5 million so'mdan yetkazib beraman. 7,5 million so'mdan savdosi bor aka. Savdosi bor, telefon qilsa o'ta beriladi, o'zimiz xayri bor. Tanlab olishgacha. Plus minusi bor, ozgina. Plus minusi bor obunachilar. Tanlagan qo'ylaringda misol tanlab olsa 7,5. Tanlab olish ham 7,5 milliondan. Tanlab olsa 7,5 dan optonga yana tushib beradi. O'zingiz misol chiqarib bersangizchi? O'zim chiqarib bersammi? 6,5 dan ham chiqarib beraman. Hop, mana ko'rib turibsizlar obunachilar 6,5 milliondan o'zlari chiqarib berar ekanlar. Tanlab olsalaring 7,5 million so'mdan. Ana sizlarga chiroy. 7 million so'mdan mana. Obunachilar mana haqiqiy arzon mana. Optim markaz ham kelishlaring mumkin. De qo'lda ushlasa Isroil aka yana o'tib berasizmi aka? O'tib beraman. Bizda aytganimiz bo'lmaydi, kelishiladi. Kelishlar dolasi kami bor aka, ha? Bozori bor, bozorni qilmoqlar. 7 million so'mdan 15 tasini bir joyga olsa yana kami bor, ha? Bor. Savdosi bor. Bundan keyinga masal akalar yaxshi-yaxshisini chiqarishda davom etamiz. Bundan keyinga qanaqalari bor? Bundan keyinga shuni hisor varianti bor. Hisor variantidan mana bundan keyinga taqdim etamiz. Mana hurmatli obunachilar, keyingi partiyamiz qora kashtan hisorlardan mana. Bo'ylari ham ancha yirik ekan, Isroil aka. Bo'ylarimi buni ichida 90lisi ham bor ekan. 85 plus olishaversin buni. 85 plus. Ichida endi 90lisi ham bor aka. 90lisi ham bor. Bular ham naq ekan-a bo'g'ozligi. Xudo xolasa. Qorin holatlarni ko'rishlaring mumkin. Yaxshi qo'ylar. Tavsiya qilaman obunachilar. Tishlari qanaqa aka? Soni nechta? Asosan ikkinchi qoringa 4 tish. Asosan ikkinchi qoringa 4 tish. Soni nechta aka? Buni soni 12 dona. 12 dona. Lekin buni qo'ylar o'ta yirik ekan mana. Ko'ringlar obunachilar, yaxshi qo'ylar. Tepasiga kep ko'rsalaring ham xudo xolasa uyaltirmaydigan yaxshi vaj. Lakasa yaqin bo'lsa, iloji bo'lsa tepasiga kelib ko'rib olsin, nazarim aka. Xudo xolasa. Endi kelolmayman uka, 2 dona qo'yganman, Samarqanddan boramanmi deydiganlar uchun Samarqandga yetkazib beramiz. Borganda ham uyaltirmaydi bu qo'ylar. Xudo xolasa aka. Qo'ylaringiz yaxshi. Endi aka narxini chiroylab qilib berasizmi obunachilarga? O'sha sariqlarning qorasi bu ya. Shunaqa aka. Narxi endi gap ochib buni ham 7 milliondan qo'ymoqchi edim.
Rangi qorayu deydi-da kimdir kommentariyada o'zi bir xayolan rangi qora deydi. Buni olishsin 6 million 800 ming so'm. Yana kami bormi aka? Bor kam. O'tib berasizmi? Kelishtirib hayrini qilib beraman. Hammasini bir yerga olishsin. Buni bor O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman. Akalar mana sizlarga. Mana sizlarga sharoit O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor. Bitta olsa ham, Bitta olishsa ham. Shunda telefon qilishsin bo'ldi ishlar bitta Alloh qolsa. To'y ko'p ekan. Hozir ikki partiya chiqaryapmiz. Bitta ona bolani ham chiqaraveramiz. Ona bolasi ham bor, ona bolani ham chiqarib beramiz. Qo'y ko'p telefon qilishsa alohida Telegramdan o'zlariga videosini ham tashlab berilaveradi. yana obunachilar aloqaga chiqsalar, misol tanlagan qo'ylarga qarab videolarni tashlab berishadi. Ish vaqti 24 ga yetdi. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Qo'ylar lekin yaxshi qo'y, tavsiya qilib qolamiz. Oyoq qo'li uzun, 50 liga yo'g'on. Hop endi bu hadib ushlab ko'rsatishdi buni. Misol bo'g'oz narsani qiynamanglar deyapmiz. Hammasi qorin tashlab bo'g'ozligi bilinyapti. Shikast yetib qolmasin degan maqsadda endi qo'ldan kelgancha uzoqroqdan video olib beryapmiz sizlarga. Bundan keyin ena bolani chiqaramizmi Sirayl aka? Ena bola bor, 2 dona ena bolani zo'ri bor. 2 dona ena bolani zo'ri bor. Obunachilar, bizni kuzatishda davom eting, layklar bosib turasizlar. Mana obunachilar urug'liqqa boqaman degan obunachilar bo'lsa, mana tavsiya qilamiz. Qo'ydi zo'ri. Quloqlari ham mana kelgan, garbonozlari ham. Kelmadi. Tushdi ham ko'rsatib qo'ying, tushdi ham. Ekishdan endi o'tibdi. Tushdi endi o'tgan qo'y. Metr hijolat topib oldi-yu buni yonida metr. Mana Uzunligini ham ko'rsatib qo'ying. Uzunligi ham o'sha metr hijolatda. Sirayl aka, qaydan topyapsiz aka bunaqa qo'ylarni? Bunaqalarni obunachilarimizga urug'qa zo'ridan ham kelib, iloji bor harakat qilyapmiz. Buni narxini telefon qilsa kelishtirib chirilib beramiz. Bu narxini aytsa kommentariya shov-shuv bo'lib ketadi. Beda qilishlar ham ketadi. Lekin qo'y haqiqiy udor narsa ekan. Qilishadi. Ona bola qo'ylarimiz ham, ona bola qo'ylarimizni ham ko'rsatingda. Ikkita ona bolasi bor ekan. Ikkita ona bola. Bunisi birinchi qorin. Bolasi qo'chqor. Hop. Keyingisi ikkinchi qorin, bolasi urvochi mana. bitta qo'chqor bitta so'liq ekanda. Qo'chqor bitta so'liq mana. Mana ko'rishlari mumkin. Buniki so'liq-a buniki? Aha. Bu nechinchi qoringa bu? Ikkinchi qorin bor yonidagi. Ikkinchi bolasi 4. Ikkinchi bolasi 4. Bunisi-chi aka? Bunisi birinchi qorin, 2 tish qo'yimiz. 2 tish qo'y. Ikki tish qo'y. Bolasi qo'chqor. Bolasi qo'chqor. Aka buni ko'p qiynamanglar. Narxi necha pul ekan buni? Buni Ikkita ona bolani. 10 million so'mdan yetkazib beraman. 10 million so'mdan kami bor, ha? Telefon qilsa. Telefon qilsin, xudo xolasa ishlar. Lekin bunday bir tarafdan qarasangiz, bolalari ham o'zi enasiga pashti yetib borib qolganda. Hozir mashq qo'zlarni ham 4 million so'm sotishyapti. Gap. Bolasini o'zini ajratib. O'zini ajratib, shu yerni 4 million sotishyapti. Hisobini olib. Lekin bayda sizlar plyus taraflaring enasi ham bor. Bu enasi ham chakana qo'ymasdi, ammo enasini ham mana shu endi ko'rasiz. Mana. Enasini ham ko'rsatib qo'ying mana. 85 plyus. Baş 90 ga yaqin. Shunaqa. Mana, tishini ham ko'rsating mana. 2 tish. 2 tish qo'y. Birinchi bolasi. Birinchi bolasi, uka, maza qilishadi, qo'yib olishadi. O'zlari chiroylab, Chiqardi ham. o'zlari chiroylab tarbiyalasa yaxshi qo'y. Kelajagi bor. Misol 3-4 yil bemalol bolasini olishlaring mumkin bu qo'ylar. Yungiga e'tibor beringlar. Toza elitni bayrandan boqaman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. Yaxshi qo'y. Qo'chqorimiz ham lekin bir boshqa dunyo ekan. Qo'chqor umuman boshqa dunyo aka. Buni og'incha cho'pon bilan anchagina qiyishib, tortishib, kulishib oldik mana shu sariqlar. Buni misol unchamcha sotmaydi Tasirayl aka. Unchamcha sotmaydi buni. O'zi tarbiyalab, misol bolasini oladi. Telefon qilaverasizlar obunachilar. Qo'ylar yoqqan bo'lsa bemalol dastlabkilarimiz mavjud. E'tiborlaringiz uchun rahmat.